Nega Lionel Messining imzosi brendga bir necha soniyada millionlab zarar yetkazishi mumkin? Nike unga ishongan birinchi yirik brendlardan biri edi. Dastlab Messi Nike butsalarida o'ynardi va hammasi yaxshi ketayotgandi. Ammo bir kuni u juda oddiy narsani so'radi. Qo'shimcha bir juft oyoq kiyim, paypoq va mashg'ulot kiyimlari. O'sha paytda Messi hali yosh iste'dod edi, lekin uning salohiyati allaqachon ko'rinib turardi. Lekin Nike hech narsa yubormadi, hatto bitta juft poyabzal ham emas. Eng yomoni esa umuman javob ham bermadi. Messining otasi, u bilan birga vakillik qilgan inson buni juda yomon qabul qildi. Brendning sukutidan hafsalasi pir bo'lib, u shartnomani darhol bekor qilishga qaror qildi. Aynan shu paytda Adidas vaziyatga aralashdi. Brend Messida kelajak yulduzini ko'rdi